Barchaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan biznesga kirish fanini, biznes rejalashtirish asoslari mavzusini o'tamiz. Ushbu fanimizda quyidagi rejalar asosida olib boriladi, ya'ni biznes rejalashtirish mazmuni va innovatsion rivojlanishdagi ahamiyati, korxona hayot sikli va o'ziga xos strategik qarorlarni qabul qilish va uning ahamiyati haqida gaplashamiz. Aslida biznes rejalashtirish o'zi nima? Biznes rejalashtirishda nimalarga e'tibor beriladi degan savol tug'iladi. Biznes rejalashtirish bu kompaniyani kompasi deb olsak bo'ladi. Ya'ni kompaniya qayerga qarab ketadi, nima qiladi kelajakda, maqsadi nima, uzoq muddatli qo'yib qo'ygan planlari nima bo'ladi, resurslar qanday taqsimlaydi, kimlarga sotadi yoki servisini bajaradi, qanday guruhlar bilan ishlaydi. Shunaqangi savollarga javob beradigan bir qism bo'ladi va mana shu biznes rejalashtirish qismida bu narsalar har bir ko'rib chiqilishi kerak bo'ladi va uning o'zining funksiyalari bo'ladi va bu haqida birozdan keyin gaplashamiz. Ya'ni keyin shu bilan birgalikda aytib o'tish kerak, biznes rejalashtirishda o'zini maqsadlari bo'ladi. Ya'ni bunda nimalarni qiladi? Biznes rejalashtirish orqali kompaniya o'zining maqsadini aniqlashtirib oladi va resurslarni qanday taqsimlashni belgilaydi. Risklarni minimallashtirishga harakat qiladi. Innovatsion yo'nalishlarni esa nima qiladi? Belgilaydi. Bu uzoq muddatli strategik yondashuvni keltirib chiqarishga yordam beradi. Xo'p, innovatsiya o'zi nima edi? Innovatsiya bu mahsulot, xizmat yoki texnologiyada yangilik yaratish orqali raqobat ustunligini shakllantirish jarayoni. Qisqa qilib aytganda, innovatsiya orqali korxonalar yoki o'sha servis kompaniyalar nima qiladi? O'zini raqobatdoshlik ustunligini ta'minlaydi va bozor ulushini kengaytirishlari mumkin. Xo'p, innovatsion biznes rejaning o'ziga xos jihatlari bo'ladi. Bularga nimalar kiradi? Bularga bozordagi yechilmagan muammolarga e'tibor qaratish, raqobatchilardan farqlanuvchi yechimni taklif etish, texnologik marketing va tashkiliy yangiliklarni o'z ichiga olish va dinamik, ya'ni sharoit o'zgarsa reja yangilanishini belgilab beradigan jihatlari bor ekan. Bu bilan nima demoqchimiz? Bu bilan muammoni ko'ra bilish kerak bo'ladi. Muammo ko'zi bilan emas, muammoni yechim ko'zi bilan qarash kerak. Ya'ni muammoni ko'rdimmi, mana shu reja ana shu muammoni yechimiga qaratilishi kerak. Ayni tubidagi mohiyatiga qaratilishi kerak. Va raqobatchilardan ana shu muammoni yechimini topish orqali nima qila oladi? Ustunlikka erisha oladi va o'z navbatida raqobat shakllanganda raqobat ustunligini shakllantirish uchun korxonalar nima qiladi? O'zining texnologik yoki marketing tashkiliy yangiliklarni kengaytirishga harakat qiladi. Bu bo'lsa o'z-o'zidan olib keladiki, korxona tashqi o'zgarishlarga moslashuvchan bo'lib boradi. Xo'sh, korxona hayot sikli haqida gaplashamiz. Har bitta narsa, har bir jarayonda o'zining sikli bo'ladi. Xuddi korxonada ham xuddi shunaqa, ya'ni yaratilish, o'sish, turg'unlik va cho'kish, ba'zan tanazzul, ba'zan u qayta tiklanish ham deb ataladi. Ya'ni mana shu 4 bosqichdan iborat bo'ladi. Yaratilish bosqichida korxona maqsadlarini belgilaydi. Qanday ko'p mahsulot yoki servisni ta'minlashi haqida, kimlarga, qayerda, nimani degan savollarga javob beradi. Biznes rejalari shakllantiradi, prototiplar qiladi, qisqa ozroq investitsiya bilan bozorda o'rganadi va o'sha mahsulot yo servisini tatbiq qilib ko'radi. Va undan keyin rivojlanish bosqichiga o'tadi. Rivojlanish bosqichida kattaroq investitsiya talab etadi, chunki unda mahsulotlarni nima qiladi? Marketing, PR yoki boshqa
sohalarda mukammal qo'llash orqali o'zini mahsulot yoki servisini xaridorlarga yetkazib berishni ta'minlaydi. Ularda e'tiboriga tutish kerak. Ularda sotib olishlik xayoliga, ya'ni conscious, unconscious degan terminlar bor. Ya'ni inson o'zi bilib yoki bilmasdan qiladigan ishlarga nisbatan aytiladi. Mana shu unconscious mind, ya'ni o'sha bilmasdan, o'ylamasdan turib sotib olishlik darajasiga yetkazib borish brendi bu o'ta muhim. Misol uchun, man kola ichaman degan odam bu hol yo Pepsi oladi, yo bo'lmasam borib Coca-Cola mahsulotini oladi. Ya'ni ular o'ylab o'tirilmaydi ko'p holatlarda. Shunday boriladi, olinadi. Ya'ni brendda kuchayishi shu rivojlanish bosqichida juda ahamiyati katta bo'ladi. Yetuklik qismida bo'lsa nima bo'ladi? Endi yerda korxona o'zini yetuklik jihatiga yetgan bo'ladi. Savdosi juda yaxshi harakatlanayotgan bo'ladi holatiga nisbatan va bunda korxona qanday e'tibor berish kerak bo'lgan qarorlar innovatsiyalarni joriy etish va biznesni diversifikatsiya qilishga e'tibor berish kerak bo'ladi. Diversifikatsiya o'zi nima degan savol tug'ilib qolishi mumkin. Diversifikatsiya bu mahsulotlarni turini ko'paytirish deb olsak bo'ladi. Va keyingi bosqich cho'kish, tanazzul bo'lmasam qayta tiklanish deb olinishi mumkin. Bu jihatda o'sha oqsayotgan sektorlarni aniqlash, ularga yechim topish, o'z vaqtida ularni qayta tiklanishga urinish yo bo'lmasam bozordan zararlarsiz chiqib ketish va yangi innovatsiyalarni qo'llash kerak bo'ladi. Bunda korxona xarajatlarini qisqartirish strategiyasini qilish mumkin, yo bo'lmasam bozordan chiqib ketishga to'g'ri kelishi ham mumkin bo'ladi. Xo'sh, yana korxona hayot sikli, ya'ni business life cycle bo'ladi. Bunda rejalashtirishdagi asosiy qarorlarni sanab o'tsak, ya'ni bozorni tahlil qilish, mahsulot konsepsiyasini sinovdan o'tkazish, minimal investitsiya rejasini tuzish. Bundan keyin ishlab chiqarishni kengaytirish, yangi bozor segmentlariga kirish, marketing byudjetini oshirish, IT va raqamlashtirilgan sarmoyalar kiritish, innovatsion mahsulotlar liniyasini joriy qilish, xarajatlarni optimallashtirish, brend imijini mustahkamlash, biznesni diversifikatsiya qilish, yangi texnologiyalar, yangi bozorlar qidirish, qayta tuzilma, ya'ni restructuring rejasini ishlab chiqish, raqamli transformatsiya, mahsulotni yangilash, yangi biznes modeli asosida qayta rejalashtirish. Ushbu rejalashtirishlar juda ham muhim, har birini o'z o'rni bor. Bularni korxona hayot sikli davomida o'z o'rnida qo'llashga orqali yaxshi natijalarga erishish mumkin. Misol qilib aytadigan bo'lsak, Artel kompaniyasi o'zini o'sish bosqichida nima qilgan? Raqamli boshqaruv tizimini joriy etib, inson omilida yuzaga keladigan muammolarni ma'lum bir miqdorda oldini olish orqali samaradorlikni nima qilyapti? 15% ga oshira oldi. Beeline, ya'ni telekommunikatsiya tarmoqlar kompaniyasi mana shu yetuklik bosqichida nima qilyapti? Xizmatlarni diversifikatsiya qildi. Misol uchun, mobile banking ochdi, o'zini предложение, dasturi bor, pullar o'tkazmasi qilib, yo bo'lmasam elektron qurilmalar sotib olish imkoniyatini yaratildi. Bir raqamli platformalar tashkilladi. Har xil aksiyalarni, turli xil sim kartani turlarini, tariflarini shakllantirib, diversifikatsiya qilyapti. Va bu orqali nimaga erishyapti? Cho'kish bosqichidan uzoqlashishni ta'minlayapti va uzoqroq muddat ana shu yetuklik bosqichida sarmoyada foydada yurmoqchi Beeline korxonasi. Xo'p, xorijiy korxonalardan misol qilib aytsak, Tesla bor, Apple kompaniya, Samsung kompaniyalari bor. Misol uchun, Tesla har 3 yilda innovatsion siklni yangilaydi va buni R&D xarajatlari bilan chambarchas belgilaydi. Ya'ni har bir yangi model uchun R&D, ya'ni nima deydi? Research and Development xarajatini strategik rejalashtirgan.
Xo'p, amaliy topshiriqlar sifatida bular har bitta talabalar uchun o'zlari ustida ishlashlari uchun beriladigan testlar. Ya'ni birorta korxona tanlaysiz, u korxona hayot siklini o'rganyapsizlar va o'sha har bir hayot sikliga mos biznes rejalashtiruvdagi qarorlarni ishlab chiqinglar va u qarordan kutilgan natijalarni o'ylab ko'ringlar. Bu mashqlarni qilish orqali yakuniy nazoratda tushadigan savollarga yanada tayyorgarliklaringiz oshib boradi. Xo'p, xulosa qilib aytganda, biznesni boya aytganimdek korxonani kompasida bossak bo'ladi. U qayerga ketyapti, nima maqsadni qilyapti degan savollarga javob beradi va har bir bosqichda, ya'ni kompaniya hayotining har bir bosqichida biznes rejalashtirishdagi qarorlar juda muhim rol egallaydi va mana shu qarorlar orqali kompaniya o'z mas'ni belgilaydi. Muvaffaqiyatini, kelajagini belgilashi mumkin bo'ladi. Xo'p, bular blitz savollar, ya'ni mavzuga doir savollar. Mana shunaqangi savollarga tayyorgarlik ko'ringlar, chunki har bitta mavzudan keyin onlayn test bo'ladi. Shu testlardan minimum ballni to'plaganlar keyingi darslarga o'tadi. Savollar bo'lsa to'g'ridan-to'g'ri LMS FSTU.uz veb-sayti orqali mana shu biznesga kirish faniga kirib o'qituvchi bilan muloqot qilish degan bo'lim bor. O'sha orqali savollaringizni yo'llashingiz mumkin. Keyingi darsga ko'rishguncha barchaga bo'lmasam xayr, salomat bo'linglar.